Assalomu alaykum hurmatli hamyonbop kanalimiz obunachilari va kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa 8-mart haftaning yakshanba kuni 2026-yil sekin mashina bozoriga qarab obzorlar olgani keldi. Qo'ldan kelgancha egalardan hamyonbop narxlarda chiqarib berishga, narxlarni bilib berishga harakat qilamiz. Bizning mehnatimiz samarasiga har doimgidek like, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib ko'rib olamiz, tanish bilishlarga tashab qo'yamiz. Bizning kanaldan qidirib yurgan mashinalar chiqib qolib olinadigan bo'lsa, duolarda eslab qo'yamiz. Ulug' muborak Ro'za Ramazon oyimizda barokatli oy. Alloh har bir kunimizga xayr baraka yog'dirsin. Taninglar umringiz uzoq bo'lsin. Musofirdagilar, safardagilar salomat sog'-salomat oila bag'riga kelib olsin. Musofirdagilar aka-ukalarimizni Alloh o'z panohida bo'linglar. Allohdan nimaki so'rab ketgan bo'lsanglar, Alloh hammasini ziyoda bilan, oshig'i bilan bersin. Taninglar umringiz bo'lsin, uzoq bo'lsin. Hop, bu yerda safarga ketganlar aka-ukalarimizni ziyoratlar, ibodatlar hammasi qabul bo'lsin. Bizga ham hammaga nasib qilsin safarlarga chiqib, umra ziyoratlari, haj ziyoratlari, amallarni qilishlikdan hammamizga nasib qilsin. Taninglar sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Bizning bu kanalimizdan tashqari har doim aytamiz, Instagram, Telegram kanallarimiz bor. U yoqqa o'tib obuna bo'lib qo'yaverasizlar va o'zingizlarda ham sotiladigan nedvijimiz uy-joy mashinalar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Qo'ldan kelgancha kanallarga joylab beraveramiz. Like bosamiz, bemalol xotirjam o'tirib olamiz, duoni qilib tomoshani boshlaymiz. Biz ishlarimizni boshladi. Bismillah. Gentra mexanika so'raganlar uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Gentra mashinamiz Brez Champagne deydi. Rangi ham yomon emas, yaxshi rangda. Qo'shimchasiga 4 ta diska balon taqilgan, balonlar holati o'rta holda bo'lyapti. Mexanikasini so'raganlar uchun Gentrani 2015-yil probegi 248 ming bo'lgan. Narxi 5900 ga. Yana ham tepasiga ozgina savdo qiladigan bo'lsangiz, tepasiga kelinganda xayr barakasiga savdasiga o'tib beradigan joylari bo'ladi. Salonlar lekin akkurat chiroyli holatda turgan ekan. Evakordan polik, chexollar, mashinaga o'rtaga barlar qo'yib qo'yilgan, orqali polistirolni tayinrovkada. Yomon emas, lekin mashina umumiy holati, ust holatlari ham o'rta holatda turibdi. Orqaga optira farali taqib qo'yishdi. Diskalar ham nima deydi, chaqlanadiganidan qilib qo'yilgan va kum qo'silish balonlarda. Metan gaz bor. 3-paketini kamiga yana oldida o'zida ekonomizer ham bor. 5900 bo'lsa berib yuboraman dil. Yana tepasiga keladigan bo'lsa, har biriga o'tib beradigan joylari bo'ladi. 98lik 338 50 77, 99lik 309 25 95. Bozori bersin, barakasini bersin. Xo'p, Lacetti 1.8 so'raganlar uchun 1.8 motorli mexanikasi ikkinchi pozitsiyasi bo'lyapti. Bilasizlar, ikkinchi pozitsiya ham uchinchi pozitsiya bilan deyarli luk bilan faqat korobkada farqi bo'ladi. 1.8 motor bo'lyapti. Mashina umumiy holati yaxshi holatda. Pakelini gazlari bor. 2010-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 400 ming, sal plus minus nari berisi bo'lgan. Balonlar holati o'rta holatda. Salonlarga rul qo'yilgan. O'rta holatda salonlar ham olib haydaydigan holatda turibdi, oilaning mehnatini qiladi. Vaqtda qarab yursa, bular ham yurib beradigan mashina o'zi. 2010-yil delfin rangi, o'sha birinchi adashmasam boshida chiqqanlari, ya'ni bu mashina 2010 ni o'shanda oxirlari bo'ladi. Delfin rang 1.8 mexanika 4900 ga 93lik 374 12 00. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Gerbiylar bo'lar ham qo'yib qo'yganlar 4900. Yana ham tepasiga kelsa, har biriga o'tadigan joylari bo'ladi. Spark so'raganlarga 2017-yil mashina 329 ming bo'lgan probegi, motor hadovoy kamkostlari, bu texnik kamerasi qilib qo'yilgan vaqtida 4-pakelini metan gazlari bor mashinani. Qo'shimchasiga 4 ta yangi yumshoq balon taqib qo'ygan ekanlar mashinaga. Salon holatlari stok holatda, rul qo'yilgan, lekin bu yoqda Mercedes deflektor, kamkoslarga qarab qo'yilgan Android monitorlari bor mashinani. Bitta o'zi uchun chexol taqib olsangiz, yana ham yaxshi holatga keladi. Puli 5,5 ming, tepasiga kelsanglar xayr barakasiga o'tiradigan joylari bo'ladi. 93lik 803 40 00. Kraskasi bitta kapotda, qolgan joylar toza edilib, bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Bozori bersin, barakasini bersin, Alloh hammaga nasib qilsin. Spark arzonchiroq, yil yaxshisini so'raganlar 2015-yilda ishlab chiqarilgan metan gazlari bor mashinani ko'rib turganinglarda, yangicha katta motor, ABS'lari bilan bo'lyapti. Umumiy holati mashina o'rta holatda, balonlar ham o'rta holatda ekan, yuradigan balon haloli. Xo'sh, salon holatlari test monitori bor, ikkinchi pozitsiya bo'lyapti. Chexol poliklar taqib qo'yilgan mashinaga. Probegi 400 mingdan oshuv. Xo'sh, 500 mingga yetib bormagan hali dedilar, 400 mingdan oshgan ekan. 2015-yil metan gazlari bilan
4,5 mingga narxi, yana ham tepasiga kelsanglar, xayr barakasiga nimadir o'tadigan joylari bo'ladi. Telefon nomerimiz 99lik 802 85 86. bozori bersin, barakasini bersin. Sog' bo'ling. Hop, navbatdagi mashinamiz Epica mashinasi. Ko'pchilik so'raysizlar, Epica chiqsa qo'ying, aka deb. Bor ekan, sirasi qo'yib ketamiz. Epica mashinamiz 2010-yil mashina, probegi qancha turdilar hozir esdan chiqdi. Luk, kojniy salon, avtomat korobka. Balon holatlari yaxshi holatda. Hali yuradi. Kraska 2-3 joyda bor edilar. Oladigan odam bemalol ko'rib tekshirib olaverasizlar. Salon holatlari ham normal. 280 ming probegi, 280 ming probegi 2010-yil. Xo'sh, motor shunda 2 to'skanmi yo 2 to'r o'ziniki? Moy yemaydi. Chugun gilzalar qoqib, hamma narsa kam ko'z tiqib qo'yganmiz dedilar. Narxi 6700. Tepasiga kelsanglar, yana so'rab, mana savdo qilsa bo'ladigan joy bor. Telefon nomerimiz aka 99. Bozor uchun barakat. 2017-yil metan gazlari bilan mashina umumiy holati, o'rta holati, lekin ustida texnik sepib ishlar yo'q. Metan gazi bor ekan mashinani. Ikkinchi pozitsiyasi, konditsionerlari bor. Balonlar holati, o'rta holati. Endi taqaman degan odam taqvorsa bo'ladi, lekin bu yoqga hali yozib, seli yurib beradi. Probegi qanaqa edi buni? 259 ming bo'lgan. Gazi bor. 2017-yil mashina umumiy holati normal holatda turibdi. Yiliga normal holat, probegi ham yiliga yarasha. Xo'p, nech pul bo'lsa berib yuboramiz buni? 5300 so'rayapmiz. 5 dan pastga bitadimi pul bilan kelsa? Yo'q. 501 bo'lsa. 5100 ga. 5000 ga ham bitar ekanda, ko'ngildan chiqib savdo qiladigan bo'lsa. Tepasiga kelib savdo qiladigan bo'lsanglar, xayr barakasiga o'tib beradigan joylari bor. Telefon nomerimiz 99lik 802 85 86. bozori bersin, barakasini bersin. Alloh hammaga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Cobalt avtomat arzonchiroq so'raylar uchun 2017-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomat korobka bo'lyapti. Metan gazi bor mashinani. O'zini o'sha diskalari, balon holatlari o'rta holatda, salonli stok holatda turgan ekan. Narxi 7,5 ming yozib qo'yishgan ekan, egalari yo'q, lekin narxi yo'q bo'lgancha qo'yib ketamiz. Bular endi baribir bilasizlar, startviy narx qo'yiladi. Tepasiga savdo qilinadigan bo'lsa, baribir savdosida xayr barakasiga o'tib beradigan joyligi bo'ladi. Xo'p, 90lik 988 93 26. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. 7,5 ming so'rashayotgan ekan. Avtomat korobka, 4 ta oyna elektrik privet, Android monitorli qo'yilgan, salonlar bu yoq stok holatda turibdi. Mashinaning umumiy ko'rinish holatlari normal holatda. 7,5 ming savdosi bor. Telefon nomerini aytib, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqarasizlar. Cobalt avtomat yili yengilroq so'raganlar uchun 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka bo'lyapti. O'shanda bu haligi diskasi o'z zavodskiy shunaqa chiqqan. Shunaqa holatda bo'ladi. Probegi 56 ming. 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Kraskalari oldi kapotda oldida bor, bo'ldi. Ichida bo'yab ketmagan. Narxi nima qilib beramiz, aka? Narxi 9800 so'rayapmiz, undan tez xudosi o'tib beramiz. 9,5 plus minus narverizga bitadi. Tepasiga savdo qiladigan bo'lsa, 9,5 tepasi bitadi. bitkizib bersa bo'ladi. Nobodo yetishmovchilik barteriga qiziqadigan bo'lsa, taklif bo'lsa bildirsa bo'ladi. Bo'ladi. Ha, telefon qilganda taklif bo'lsa bildirib o'tiraverasizlar, ma'qul bo'lsa yo'qni ko'rishib gaplashib olasizlar. Telefon nomerimiz 95lik 331 54 44. bozori bersin, barakasini bersin, hammaga nasib qilsin. Hop, arzonchiroq Spark so'raganlarga Spark mashinamiz bo'lyapti. 2010-yilda ishlab chiqarilgan 3-pozitsiya 1.2 motor koreyskiy, qo'shimchasiga metan gaz, ABS'lari ham bor mashinani. Umumiy mashina holati normal holatda turibdi. Yiliga, puliga yarasha. Puli lekin yo'q bosh qilib aytibdilar. Probegi 490 mingdan oshgan, 500 ming bo'lmagani 494 ming ko'rsatyapti. Ko'rdinglar, oldilarini yangicha mo'rdalar qo'yib, katta balonlar taqilgan. Salon holatlari ham o'rta holatda. Xo'sh, ikkala yoni tekis lekin olib kraska sepadigan joyi yo'q. Salonlarni ko'rib turganinglardek normal holatda, konditsioner bor, lekin mashinada narxi 3700 bo'lsa berib yuboraman deyaptilar. Yana ham lekin tepasiga kelinsa, xayr barakaga nimadir o'tib beradigan joylari bor. O'zi 4 ming yozgan ekanlar, savdo qilib gaplashuvdi, 3700 bo'lsa beraman dedilar. Genga ham Nobodoga gen ham chiqarib beriladi. Telefon nomerimiz 93lik 746 1077. bozori bersin, barakasini bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Bozoringlar bersin.
2013-yil Cobalt mashinamiz egani o'zidan bo'lyapti. Qandoq bor, shundoq holatda kirib kelgan, pardoz andoz qilinmagan mashina. Kraska toza mashinada. Xo'sh, mashina umumiy holati ham yaxshi holatda. Probegi 540 ming bo'lgan ekan, lekin kraska toza ekan mashinada. Saloni stoy holatda turibdi. Metan gaz, mexanika korobka 5900. Yana ham tepasiga kelib bir nima deb savdo qilaman desanglar, har barakasiga o'tib beradigan joylari bo'lishi mumkin. Telefon nomerimiz mana shumi? 98lik 914, 91lik 495 67 77 5900 ga 4-pozitsiyada diskalar taqilgan, kraska toza 2013-yil mexanika korobka bo'lyapti. Hammaga nasib qilsin, bozor bersin. Nexia 3 mashinamiz 2019-yil, probegi 180 ming bo'lgan, metan gazi bor mashinani, kraskalari toza. Xo'sh, pardoz andoz qilinmagan, qandoq bor shunday holatda olib chiqishgan bozorga. Qo'shimchasiga 4 ta diska balon taqilgan mashinaga. Mashina ust holatlari bir ikkita miyatinali joylari bor, mana bunaqa kosmetikali ishlari bor, lekin kraskasi toza ekan. Salon holatlari ham o'rta holatda turibdi, chexol poliklari bor. 6400 bo'lsa berib yuboramiz deb aytdilar. Yana tepasiga kelsanglar aniqdan ma'lum bo'ladi. 97lik 224 44 77. Taklif bo'lsa ham biroz telefon qilgan taklif bildirib ko'ringlar. Nomodo ma'qul bo'ladigan bo'lsa, yo'qni ko'rishib gaplashsa bo'ladigan joylari bor. 2019-yil 180 ming probeg, kraska toza 6400 ga. Metan gazlari bilan tayyor mashina bo'lyapti. Bozori bersin, barakasini bersin, Alloh hammaga nasib qilsin. Damasi ham ko'p biznesmen akalarimiz qaydashadi-yu. Tayyori kerak menga, vaqtdan yutishim kerak deydigan akalarimizga 2026-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Mashina nimaga xarajat, hamma xarajat qilib qo'yilgan ekan mashinaga. 4 ta katta diska balon taqilgan mashinaga. Salon holatlarini ham hamma kam ko'rsatib qilingan. Ko'rib turibsizlar, antiradardan tortib, Bradway test monitor, hamma narsasi bor. Chexol, polik, ma'lumotlarni ham chiroyli qilib, apshipkalarni mana qilib stilli qilib qo'yishgan ekan. 700 kilometr endi u besparabek hisoblanadi. Qo'shimchasi shumka qilingan mashina, metan gaz, hamma narsasi bor mashinani. Anaqa chiqayotganda podnoshkalargacha qilib qo'yishgan ekan. Bu ham mashina videoni o'zgacha ochib turibdi. Orqali poli tonirovka bo'lib turibdi. Xo'sh, tayyorni olaman deganlar uchun pult, hamma narsasi bor. Aka, nechta pul qilib beramiz buni oxiri? Aka, o'zi 9000 deyapman. Aha. Oxiri taqalganda 8800, yana sizni podpiskalaringiz nimadirlar qilib beraman. Tepasiga kelinadigan bo'lsa, ma'lum bo'ladi. 97lik 724 42 23 vaqtdan yutaman deganlar uchun tayyori oldilarigacha letlar hammasi qilib qo'yilgan ekan. Bozori bersin, barakasini bersin, Alloh hammaga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 12 ko'pchilik so'raysizlar, 12 Premier mashinasi bo'lyapti. Kalsiy kirish tizimlari, tepa luklari bilan Premier bo'lgandan keyin bilasizlar. Mashina umumiy holati, yangi holat turibdi. 2025-yil, probegi ham 25 ming bo'lgan. Kraskalari toza mashinani 14100 so'rashyapti. Savdasi bor. Oladigan odam kelsa, tepasi savdasini qilamiz dedilar. Yaxshi mana bunaqa nakitga chexollardan qilib qo'yishdi. BYD chexol deyshadi buni. Evakordan poliklari bor mashinani. Apshipkalari ham yaxshi turibdi, qirilib, shilinib ketmagan apshipkalari. Chexol ham yaxshi chexoldan taqib qo'yilgan. Olganda xarajat qilinadigan xarajat bo'lsa, xarajatlari qilib qo'yilgan, balonlar ham yaxshi holat. 2025 ming yurgan kraska toza. 14100 savdasi bor. Telefon nomerimiz 97lik 774 93 93. Monzamiz-chi? 15600 1.3 turbina. 1.3 turbina 2020 yili 2023 probegi 60 ming kraska toza. Hozir telefon nomerlarini aytgan nomerga aloqaga chiqaverasizlar. 12 ga aytilgan nomer. Mashinani ko'rasizlar, salon holatlari, ko'jalari ham yaxshi holatda turibdi. Apshipkalari ham hammasi yaxshi holatda ekan. Avtomatik korobka, Monza 1.3 turbina luklari bilan. Mashina umumiy holati yaxshi holatda. Telefon nomerlarini aytib, kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Monza 12 kiloga bitta nomer. Nobodoga yana Premierni so'raganlar uchun 12si Premierga ketyapti. Yana mordalarni ko'ryapsizlar, mana bunaqa chiroyli qilib qo'yilgan mordalar. Qilinadigan xarajat borki, qilib qo'yilgan tonirovkalari bor. 2023
40 ming yurgan. 40 ming probeg. Kraska, Toza gazi bor. propan gazi bor. Mashinani nech pul bu? 13300 dolamiz kelishtirgan. 13300. Telefon nomerini bitta qaytarib yuboramiz. 774 93 93. 97 lik. 97. 97 lik. Yetilgan nomer bu yog'i, telefon qilib aloqaga chiqib ko'rasizlar. Tepasiga keladigan bo'lsa, hammasidan baribir o't beradigan joylari bo'ladi. Taklif bo'lsa telefon qilganda takliflarni ham bildirib o'tiraveramiz. Xo'sh. Epica'ning mexanikasini so'raganlarga 2010-yil 383 ming bo'lgan ekan probegi. Yosh, ikkinchi pozitsiya lukligi bo'lyapti, kojni salon bo'ladi. 2 li motor bo'ladi, to'ska mexanikada agar almashtirilmagan bo'lsa. Narxi 5300 startiy narxi, ya'ni bu so'rashyapti. Savdosi bor mashinani, tepasiga keladigan bo'lsa savdosi qilinadi. 99 lik 984 0001. Kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Xo'sh. Holatlar texnik ham yaxshi holatda turgan ekan. 5300 savdosi bor. 2010-yil 383 ming probeg, lukli mexanika korobka bo'lyapti. Mashina umumiy holati yaxshi holatda turibdi. Tracker 1 Premier'ini so'raganlar uchun 2019-yilda ishlab chiqarilgan mashina. Probegi 160 ming bo'lgan. Mashina usti ichi holatlari ham yo'q, normal holatda turibdi. 4 ta archa gulli balon taqilgan, holati o'rta holatda. Avtomat korobka 2019-yil Tracker 1 Premier 160 ming probeg. Hop, 10300 narxi, ya'ni ham tepasiga keladigan bo'lsa, tepasida aniqdan ma'lum bo'ladi. 97 lik 773 20 27. Kimga qiziq bo'ladi desa aloqaga chiqaverasizlar. Mabodo yetishmovchilik barterga qiziqadigan bo'lsa, taklif bo'lsa bildirsa bo'ladi. Telefon qilgan taklif ham bo'lsa, birsidira bildiringlar, ma'qul bo'lsa ko'rish savdo bo'lib ketaveradi. Bozor bersin, barakasini bersin, hammaga nasib qilsin. Hop, navbatdagi mashinamiz Trailblazer 2020-yilda ishlab chiqarilgan, kraskalari toza, probegi 115 ming bo'lgan. Ofroudga chiqaman deganlar uchun ballonni ko'rib turibsizlar, yaxshisidan taqib qo'yilgan, tog'li yo'llarda yurganda ham yo'l tanlamas mashinaga, yo'l tanlamas yaxshi ballon taqilgan. Salonlar stok holatda, tonirovkalari bor mashinani. Salon holatlari 115 ming probegga, lekin yaxshi holatda turgan ekan. Siz ko'rib turibsizlar, sidinali elektropaket, xo'sh, avtomat korobka, razgatkalar bor, o'zining avtomatik bu yoqdan qo'shilinadi. Yiliga lekin mashina holati yaxshi 2020 probegi ham 115 ming. Kraska toza. Tepaga projektorlar ham qo'yib qo'yilgan. Mabodo kimgadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, puli 23 ming so'rayapmiz. Oladigan odam tepasiga kelsa, xaridor bo'lib savdo qilaman desa, savdosini qilib, narxdan chiroyli qilib beramiz dedilar, yetishdi. Taklifli bo'ladigan bo'lsa, taklifini ham bildiraverasizlar. 90 lik 909 07 70. Alloh hammaga nasib qilsin. Hop, Tracker 2 LTZ so'raganlar uchun ishlab chiqarilgan yili 23. 2023, probegi 59 ming bo'lgan. Qo'shimchasiga propan gaz o'rnatilgan mashinaga, slipoylarigacha bor. Hop, kraska Top-toza ham. Kraska top-toza. Evakordan poliklar tashab qo'yilgan, salon holatlari qolgani stok holatda turibdi. Narxi nima qilib beramiz aka uni? 14 ming so'rayman. 13,5 ga pul bilan kelsa bitadimi? Kecha keldi, bermadi. Tirikchiligi keldi. Nech pul to'xtadi o'sha paytda savdoda? Nech pul to'xtaldi oxiri? Sizga obunachilaringiz bo'lsa 13800. 13800 ga. Telefon nomerimizni 90 lik 317 27 78. bozor bersin, barakasini bersin. Alloh hammaga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. 13 Malibu 1 so'raganlar uchun Malibu 1 mashinamiz 2012-yilda ishlab chiqarilgan, yaxshi metan gaz ham qo'yilgan mashinaga. Ikkita oldi kriloda kraskasi bor ekan, bitta orqada pitnosi bor ekan. Xo'sh, balonlar holati yaxshi holatda, o'zining diskalari, salon holatlari o'rta holatda turibdi. Malibu 1 mashinamiz, probegi 280 ming dedingizmi? 267 ming bo'lgan. Metan gaz, mashina umumiy holati ko'rib turganingiz, salon holatlari stok holatda, lekin yiliga yaxshi holatda hisoblanadi bu, yiliga hisoblaganda. Hop, nech pul bo'lsa qilib beramiz buni oxiri? 10800 ga. Yetishmovchilik barterga qiziqsa, taklif bo'lsa bildirsa bo'ladi. Bo'ladi,
Maqsad elektromobil olishdi. Nobodda elektromobilga bu bitta sotib olaman deyotgan bo'lsa, uni ham bildirib o'tsanglar, ma'qul bo'lsa ko'rishib, bu yog'ini gaplashib, razницасini kelishib olinsa, savdo bo'lib ketaveradi. Telefon nomerimizni 90lik 039 88 93. bozori bersin, barakasini bersin, hammaga nasib qilsin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Hop, Tracker 2 Premier 2023-yil probegi 27 ming bo'lgan, kraskalari toza mashinani, 4 ta yaxshi yumshoq balon taqilgan mashinaga, 5 ключевой kirish tizimli. Xo'sh, probegi 27 ming ekan, probegi yaxshi ekan lekin mashinani. 16,5 ming so'rovman, oladigan odam tepasiga kelsa, xayri barakasiga yana tepasida kelishib savdosini qilamiz deb aytdilar. 94 lik 760 99 79 2023 27 ming probeg. Tracker 2 Premier'i. Mashina ust holatlari, ichki holatlari, texnik hammasi 27 mingga o'xshab turibdi, lekin bozori bersa, barakasi bersa, hammaga nasib qilsin. Malibu 1 mexanikasini so'raganlar uchun mexanikani full hisoblanadi. Ya'ni bu tepada lyuk bor, kojinli salon, sidinalar elektropaket, metan gaz bor mashinada 2.4 atmosferli motor bo'ladi. 2013-yil 192 ming probeg. Ikkinchi pozitsiya. Xo'sh, 97 lik 278 15 17, ikkinchi nomer 90 lik 460 99. Okay, nech pul qilib beramiz buni pulini? Eng oxiri taqalgani 9,5 ming. 9,5 mingga. Yaxshi qo'lga qo'yilgan sidinalar elektropaket 9,5 ming dili. Nobodda yetishmovchilik barterga qiziqsa, taklif bo'lsa, bir sudret qilganda bildirsa bo'ladi. Barterga ham temolit bo'lsa bo'lar ekan. Telefon nomerlarini aytdi, kimga qiziq bo'lsa aloqaga chiqaramiz. Kraskasi qanaqa edi? Bitta mana shu eshigi tagida pitni. Bitta shu o'pirish eshigining tagida pitnosi bor ekan, qolgan joy bemalol ko'rib olaverasizlar. Bozori bersin, barakasini bersin, aka, hammaga nasib qilsin. 2023-yilda ishlab chiqarilgan 32.500 bo'lgan probegi. Ko'rib turibsizlar, oldalarini black bilan qilib qo'yilgan, 4 ta yumshoq balon taqilgan, LTZ bo'lyapti, tagiga mana bunaqa podnoshka, parokka ham qo'yilgan ekan. Tonirovkalar bor mashinani, salon holatlari ham yaxshi holatda turibdi. Qo'shimchasiga shumkalari bor mashinani. Kraska toza. 14,5 ming startoviy narxi. Tepasiga kelsanglar savdosi bor, lekin mashinani naqdga bo'lsa kelishtirib chiroyli qilib beramiz, olaman degan odamga deb aytdilar. 2023 32,5 ming probeg bo'lyapti. 14,5 ming naqdga savdosi bor. Nobodga halol nasiya savdo arenda so'raganlar uchun ham boshlanish to'loviga bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerimizni 99 lik 877 70 75. Telefon qilganinglarda nech pul bilan chiqadi, qanaqa bo'ladi desanglar, batafsil hamma narsani tushuntirib o'tadilar o'zlari. Xo'p, Monza mashinamiz 2023-yilda ishlab chiqarilgan. Motor 1.3limi shunda? Yo'q, bu atmosferli 1.5. Ha, 1.5 atmosferli motor. Avtomat korobka 2023-yilda ishlab chiqarilgan, kojinli salon. Probegi 57 ming. Kraska Kraska to'g'ri. nech pul qilib beramiz aka buni realni oxiri? 15 ming beramiz. 15 mingga. Yana ham tepasiga kelsa, xayri baraka, baribir nima deb o'tiradigan joy bor. Nobodda yetishmovchilik barterga qiziqadigan bo'lsa, taklif bo'lsa bildirsa, Yo'q. faqat naqdga, srochniga, faqat naqdga, tepasiga kelsanglar, xayri barakasiga o'tib beradigan joylari bor. Telefon nomerimiz 90 lik. 190 11 11. bozori bersin, barakasini bersin. Alloh hammaga nasib qilsin, tanish sog' bo'lsin. Hop, biz qo'ldan kelgancha narxni olam bilib berishga, chiqarib berishga harakat qildik. Biz ham mehnatimiz samarasini yetganimizda layklar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Musofirdagi aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz, jamiki yurtdoshlarimiz, hammanglar Allohning panohida bo'linglar. Yurtimiz tinchligiga ko'z tegmasin, xalqimiz boy bo'lsin. Hammamizga Alloh avtosalonlarga kirib, Novostroyga dom yoki uchastkalar deysizlarmi? Allohdan so'ragan narsamiz borki, hamma narsamizni Alloh ziyodasi bilan bersin, hammasiga yetkazsin. Allohga juda ham oson. Bunga gumon ham bo'lishi mumkin emas. Taninglar sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Safardagilar salomat, sog'-salomat oila bag'riga kelib olsin. Hammamizga ahli oilamizni, ota-onamizdan olib safarlarga chiqib, umra ziyoratlari, haj amallarini qilishlikni Alloh o'zi hammamizga nasib qilsin. O'zingizlarda ham sotiladigan nedvijimiz, uy, joy, mashinami, nimadir bo'ladigan bo'lsa, bemalol telefon qilib aloqaga chiqarasizlar, nomerlarni ko'rsatamiz. Qo'ldan kelgancha hammasini kanallarga qo'yib beraveramiz.
Instagram kanalimiz, YouTube'dan tashqari Instagram kanalimiz, Telegram kanallarimiz bor. Bu yoqqa ham obuna bo'lib qo'yinglar. Hafta o'rtalarida lekin yaxshi mashinalar qo'yilyapti. Narxlari ham juda yavash narxlarda qo'yilyapti. 2013-yil Captiva 8600 ga qo'ydi, 8,5 mingga baraka bo'ldi. Nechta mashinalar qo'yib tashladi, sraz baraka bo'lib ketdi. Shu Telegramda ham yaxshi bo'lyapti. Instagramga qo'yilaveradi, bu yoqqa ham o'tib obuna bo'lib olaverasizlar. Instagramda ham xudo xolasa o'tish ancha yaxshi. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, yana ham bizning mehnatimizni yildan oldinga qarab nima deydi, shiddat bilan biz ishlashni davom etaveramiz. Taninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin. Ulug' muborak Ramazon oylarida to'g'ridan to'g'ri duolarimiz ijobat bo'ladigan holatda hozir Alloh qalbimizda shar'iy o'ylagan niyatimizga, so'ragan narsalarimizga hammasiga Alloh yetkazsin. Taninglar sog', umringlar uzoq bo'lsin. Doim yaxshilikni ko'rishinglar, like esdan chiqmasin. Instagram, Telegramga o'tib obuna bo'lib qo'yaveringlar. Zarar qilmaydi xudo xolasa. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.